Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning muhim mezonlaridan biri yoshlarning bandligi va kelajagini ta'minlash hisoblanadi. Shuningdek, mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni kasb-hunarli qilish, munosib ish bilan ta'minlash va ijtimoiy hayotga faol jalb etish ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Chunki barqaror jamiyat avvalo o'z o'rnini topgan, ertangi kunga ishonch bilan qarayotgan yoshlarga tayangan holda rivojlanadi. Ayni shu maqsadlarni ko'zlagan holda Toshkent viloyatida yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Ayniqsa ishsiz o'g'il-qizlarni aniqlash, ularning ehtiyoj va qiziqishlarini o'rganish, shuningdek, har bir yosh uchun aniq bandlik yo'nalishini belgilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada tashkil etilayotgan mehnat yarmarkalari, ochiq muloqotlar, rahbar va yoshlar uchrashuvlari muhim amaliy platformaga aylanmoqda. Ana shunday tadbirlar Olmaliq shahridagi Metallurg madaniyat saroyida bo'lib o'tdi. Sizlar uchun haqiqiy foyda bo'lishi kerak. Yarmarkaga 3 ta loyihamiz bilan qatnashdik. Ya'ni birinchi loyihamiz tayyor 24, yetkazib berish xizmati. Bu loyihamizga 100 ga yaqin yoshlarni ish bilan ta'minlashimiz mumkin. Mazkur tadbirlarda nafaqat bo'sh ish o'rinlari taklif etildi, balki yoshlarning muammolari, kelajak rejalari rahbarlar tomonidan yuzma-yuz muloqotda tinglandi. Dastlab rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Unda bir qator soha mutaxassislari boshchiligida ayni kunda mehnat bozorida talabgir bo'lgan yo'nalishlar haqida ma'lumot berilib, yigit-qizlarning ish faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarga manzilli yechimlar ko'rsatildi. Muhtaram prezidentimiz shu joriy yilning 2025-yil 14-fevralda yoshlar bilan uchrashuvlarida 3 ta muhim qaror imzolab berdilar. 60-chi, 61-chi, 62-chi sonli qarorlar. 60-chi sonli qarorga asosan shu yoshlar ishlari agentligi qoshida jamg'arma tashkil etildi va ushbu jamg'armaga 100 million dollar pul berildi. 100 million dollar bu 9 ta bank bilan hamkorlik qilib yoshlarga imtiyozli kreditlar berish. Undan tashqari u loyihada ko'mak loyihasi joriy qilindi. Ko'mak loyihasi bu Sibir darajasidagi Sibir ingliz tili yo'nalishi bo'yicha Sibir darajasi bor yoshlarimizga olis hududda o'quv markazini ochish uchun 130 milliongacha sudi, ya'ni foizsiz qaytarib berish tartibi bilan qarz mablag'lari beriladi. 2+6 loyihasi joriy qilinyapti. Ya'ni sizni B1 sertifikatingiz bo'lsa, mana bu ingliz tilini biladigan yoshlarimiz chiqdi. 2 oylik kursni o'zingiz to'laysiz, 6 oylik kursni sizga davlat kompensatsiya qilib beradi. Biz bugun shunaqa bir kengaytirilgan kollaboratsiya qildikki, har bitta yo'nalish bo'yicha bizda vakansiyalar bor. Biri bo'lmasa ikkinchisi, ya'ni muhtaram prezidentimiz hamma instrumentlarni eng kerakli bo'lgan moliyaviy manbalari bilan bizga hammasini qilib berdilar. O'shaning uchun yoshlar hammanglar to'g'risi ukamsizlar, kimdir akam bo'lishligi mumkin. O'shaning uchun sizlardan iltimos bo'ladi. Bugun keldinglar. Qo'rqib ketib ketish kerak emas. Kamida bu yerda bitta ishli bo'lish kerak. Biz o'quv markazlariga ham chaqirganmiz. Qo'shimcha o'quv markazlari yo'nalishi bo'yicha 2+6 ga o'qishingiz ham mumkin. Bankdan kredit olishingiz mumkin. Siz xorijga ishlash uchun ketishingiz mumkin. Hamma narsa qilishingiz mumkin. Uchrashuvda Migratsiya agentligi Toshkent viloyati filiali vakillari ham ishtirok etib, yoshlarni tartibli, qonuniy va xavfsiz mehnat migratsiyasi imkoniyatlari bilan tanishtirdi. Ma'lum qilinishicha, xorijda ish platformasiga Germaniya, Polsha, Rossiya va boshqa davlatlarda mavjud 23 dan ortiq yo'nalishdagi bo'sh ish o'rinlari kiritilgan. Shuningdek, Germaniyada ishlash istagida bo'lgan yoshlar uchun Olmaliq shahrida bepul nemis tili kurslari tashkil etilgani ta'kidlandi. Bu tashabbus yoshlarni til bilmaslik sababli yuzaga keladigan xavf-xatarlardan himoya qilishga, ularning xorijda qonuniy va barqaror ishlashiga xizmat qiladi. Biz yoshlar bilan yaqindan rahbar sifatida emas, bir do'st sifatida gaplashib, ochiq muloqotni tashkil qilib turib, ularga jamiyatda o'rnini egallashi, to'g'ri kasb va tillarni egallashi, umuman
hayotda to'g'ri yo'lga o'tishi nuqtai nazaridan ochiq suhbat bo'lib o'tdi. Bu suhbatda bugungi kundagi xorijdagi ish beruvchilar talablari va takliflari, oylik maoshlari hammasi haqida batafsil tushuntirib berdik va ochiq platformamiz haqida tushuntirib berdik. Bu ochiq platforma nimaki? Bu barcha davlatlardagi vakansiyalar deymiz. Shu vakansiyalarimizni bo'sh ish o'rinlarimiz ochiq platformada turadi va bu platforma orqali kirib turib xohlagan davlatdagi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishishlari mumkinligi va qanday talab takliflari borligini hammasini ochiq-oydin tushuntirib berdik. Bundan tashqari xususiy bandlik agentliklari haqida tushuncha berdik. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkorlarga qopqoniga tushib qolmaslik haqida tushunchalar berdik va boshqa qiziqtirgan savollarga javob berdik. Jarayon davomida 20 dan ortiq takliflar ilgari surilib, 15 dan ziyod yoshlarni uzoq vaqtdan buyon qiynab kelayotgan muammolar joyida hal etildi. Bu esa rahbar va yoshlar uchrashuvining amaliy ahamiyatga ega ekanini, davlat idoralari faoliyatida yoshlar manfaatlari ustuvor turishini yana bir bor namoyon etadi. Hurmatli yoshlar, xulosa qilishimiz kerak. Siz bugun yoshsiz, ota-onangizni qaramog'idasiz, ota-onangiz sizga yordam beradi. Shuni evaziga siz bilan bugungi kunda 25-30 yoshgacha yetib boryapsiz. Lekin ertaga o'zingiz arabangizni qanday tortasiz? Nima orqali tortasiz? Siz o'zingiz hayotingizga, o'zingiz kelajagingizga befarq bo'lsangiz, erta qiynalasiz. Hali kechmas, vaqtimiz bor, ish, o'rin, sharoit, hamma narsa bor. Lekin o'sha ishga oluvchi ham ko'chadan to'g'ridan to'g'ri kelgan odamni qabul qilmaydi. Sinov tarqasiga qabul qiladi. 3 oy muddat bilan oladi sizni ishga. 3 oyning ichida o'zingiz zo'r qilib ko'rsatsangiz, sizni qabul qilib, ana o'sib ketasiz. Shu kunning o'zida Olmaliq shahrida bir qator tashkilotlar hamkorligida ishsiz yoshlar uchun mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarkada viloyatning yirik sanoat korxonalari, tashkilot va muassasalardan 80 dan ortiq ish beruvchilar ishtirok etdi va 1500 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari taklif qilindi. Ish o'rinlari sanoat, ishlab chiqarish, muhandislik, xizmat ko'rsatish sohalarini qamrab oldi. Bu esa yoshlar uchun tanlov imkoniyatini kengaytirdi. Ayniqsa Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan taqdim etilgan barqaror ish o'rinlari, munosib mehnat sharoitlari va kasbiy o'sish imkoniyatlari yoshlar e'tiborida bo'ldi. Bundan tashqari kombinat huzuridagi kasb-hunar o'qitish markazi faoliyati ham tushuntirilib, bu yerda yoshlar 17 ta yo'nalish bo'yicha zamonaviy kasblarga o'qitilishi ma'lum qilindi. Mazkur markaz yiliga 1500 nafar yoshni ma'lum kasb egasi qilib tayyorlash imkoniyatiga ega. Payvandlash, mashinist kras, mashinist belazga, kran mashinistiga, elektrik yo'nalishlarda yoshlarni kasbga tayyorlaymiz. Bizdagi o'qish jarayoni ham amaliy, ham nazariy bo'ladi. Asosan o'sha nazariysi muhandislik maktabida o'tsa, amaliylari ishxonalar, korxonalarga jo'natib, korxonalarda o'tkazamiz. Shu bo'yicha biz hozir qatnashyapmiz. Bizda 18 ta yo'nalish bo'yicha o'qitamiz. Hozir jarayonda bizda bir 50 dan oshiq yoshlar arizalar qoldirishni boshlashdi. Bizda o'sha QR kodli qilganmiz. Kerak bo'lsa o'sha QR kod skaner qilib turib, kim qaysi yo'nalish bo'yicha o'qimoqchi bo'lsa, o'sha yerda anketani to'ldirsa, keyin o'sha aloqa qilib kurslarni tashkil etamiz. Har bitta kursimizda 12 nafardan o'quvchi bo'ladi. 1 oydan 3 oygacha kurs davomiyligi bor. Tadbirga tayyorgarlik jarayonida Toshkent viloyatining 20 ta tuman va shaharlarda ishsiz va doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan yoshlar o'rtasida keng qamrovli xatlov o'tkazildi. Ushbu jarayon 2024-yil 24 noyabrdan 5 dekabrga qadar davom etdi. Natijada jami 36670 nafar ishsiz va rasmiy bandlikka ega bo'lmagan yoshlar ro'yxati shakllantirildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ularning 53% erkaklar, 47% ayollar bo'lib, yoshlar bandligi masalasi jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab olayotgan dolzarb muammo ekanini tasdiqlaydi. Xatlov natijalariga ko'ra yoshlar 3 guruhga ajratildi. Birinchi guruhga 7119 nafar mutlaqo ishsiz yoshlar kiritildi. Ular orasida umumta'lim maktabi, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari, xorijdan qaytgan migrantlar hamda boshqa ishga ega bo'lmagan yoshlar bor. Mehnat yarmarkasining e'tiborga molik jihatlardan yana biri, unda nafaqat ish izlayotgan yoshlar, balki viloyatimizdagi maktab va oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan robototexnika va raqamli texnologiyalar sohasiga qiziquvchi iqtidorli yoshlarning ham faol ishtiroki bo'ldi.
Yarmarkada universitetimizda bo'lgan bor proyektlarimizni, loyihalarimizni olib chiqdik. Biz ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish yo'nalishida o'qiymiz. Barcha qilgan proyektlarimiz hozir shu yerda turibdi. Ko'pchilik bizga qiziqish bildiryapti. Albatta, robototexnika yo'nalishi, mana shu ishlab chiqarishni qanday avtomatlashtirish mumkin, mana shular bo'yicha qiziqish bildiryapti. Endi buni tashkillashtirishni so'rab qolgan bo'lardik Yoshlar ishlari agentligi yoki Yoshlar ittifoqidan. Bizni o'zimiz universitetda ham ko'p xonalar bo'sh qoladi o'qish jarayonidan tashqarida. O'shalarda bizni rahbariyatimiz tashkillashtirib berishi mumkin. Har doim bizni qo'llab-quvvatlaydi rahbariyatimiz va qo'shimcha kurslar tashkil etishimiz mumkin. O'zim ham quyosh panellari bo'yicha bir nechta loyihalar tayyorlaganman. Hozir bu kichik modeli hisoblanadi, yonimizda turgan model. Bu modelning ustunlik tarafi shundaki, quyosh bir joyda turmagani bois, quyoshdan maksimal energiya olish uchun o'zini holatini quyoshga nisbatan o'zgartiradi va quyoshdan maksimal energiya oladi. Albatta, elektr energiya sohasida ko'proq kerak bo'ladi. Bizning universitetimizda ham alohida mana shunga yo'nalish bor. Elektrotexnika va elektroenergetika degan yo'nalish bor. Agar mana shu yo'nalishlarga qiziqadigan yoshlar, iqtidorli, intiluvchan yoshlar bo'lsa, biz o'zimiz qo'limizdan kelgan barcha yordamlarni ko'rsatishga tayyormiz. Albatta, biz talaba sifatida tayyormiz yordam ko'rsatishga. Har bir ish beruvchi o'z korxonasi faoliyati, talab va imkoniyatlari bilan ishtirokchilarni tanishtirdi. Bu esa yoshlar uchun turli sohalarda amaliy tajriba orttirish va o'z qiziqishlari bo'yicha ish topish imkoniyatini yaratdi. Ushbu yarmarkada 4 ta ish o'rni bilan qatnashyapmiz. Juda ham ko'pchilik yoshlar o'zlarini mutaxassisliklari bo'yicha murojaat qilishyapti. Mana shu ularning murojaatlarini o'rganib, o'zimizni bo'sh ish o'rnimizga taklif qilyapmiz. Asosan kasbiy yo'nalishlari buxgalteriya, eshik-rom yasash bo'yicha tajribali mutaxassislar hamda yoshlarimizni o'zimiz ish o'rgatib va mana shu ishga taklif qilamiz. Oylik maoshlari 3 milliondan boshlanadi. Bu mutaxassisligiga qarab, tajribasiga qarab oshib boradi. Mana bunaqa yarmarkalarda qatnashib, o'zimizning soha bo'yicha to'g'ri keladigan mutaxassislarni topyapmiz va ularga ish bilan ta'minlayapmiz. Yoshlarning robototexnika, sun'iy intellekt, raqamli boshqaruv va avtomatlashtirilgan tizimlarga oid ishlanmalari ish beruvchilar va mutasaddilar tomonidan qiziqish bilan qarshi olindi. Bu esa yoshlarning g'oyalarini real ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalariga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berishi bilan ahamiyatlidir. Jarayon davomida ishlab chiqarish korxonalari bilan bir qatorda turli kasb-hunar yo'nalishlari hamda xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashgan o'quv markazlari ham faol ishtirok etib, yoshlar uchun ta'lim va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini keng namoyish qildi. Mehnat yarmarkasidan asosiy maqsad ishchilarni jalb qilish ekan. Biz bu yerda xorijiy tillar bo'yicha takliflarimizni olib kelganmiz va hozirgi yoshlarning, ya'ni iqtidorli til sertifikatiga ega bo'lgan C1 darajadagi o'qituvchilarni ham ishga, ham hamkorlikka taklif qilib kelganmiz. O'quv markazimiz 7 ta tilni ixtisoslashtirgan bo'lib, nemis tili, xitoy tili, koreys tili, rus tili, arab tili, turk tillari mavjud. Undan tashqari IT dasturlash guruhlarimiz ham, grafik dizayn guruhlarimiz ham mavjud. Yaqinda rejalashtiryapmiz robototexnika, ya'ni kunduzga yosh kichik bolalarni taklif qilishni rejalashtiryapmiz. Shuning ustida ishlayapmiz. Yoshlarga bizning taklifimiz juda ham ma'qul keldi va o'zimiz tarqatmalarimizdan olib ketishi, bog'lanishligini aytishdi. Chetga chiqadigan yoshlarimizni ham ayniqsa til bo'yicha darajalari bo'lishi kerak. Bu narsa birinchi o'rinda deb o'ylaymiz. Agar tumanda yoki chekka hududlarda yashaydigan hamyurtlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularni hamkorlikka taklif qilib kelganmiz. Shuningdek, tadbirda Toshkent viloyatidagi banklar ham faol qatnashdi. Ular tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagini bildirgan fuqarolar uchun joriy etilgan dastur va loyihalar, mikrokredit va subsidiya imkoniyatlari haqida ma'lumot berishdi. Ushbu tashabbuslar yoshlarni o'z biznes g'oyalarini amalga oshirishga, iqtisodiy mustaqil bo'lishga va mehnat bozorida o'z o'rnini topishga rag'batlantirishi bilan ahamiyatga egadir. Prezidentimiz tomonidan 2025-yil 14-fevralda qabul qilingan 61-sonli qaroriga asosan o'sha bankimiz tomonidan kelajakka qadam dasturi asosida oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchi talabalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida 10 million, 300 million va 1 milliard so'mgacha kredit mahsulotlarimiz bor. Bankimiz tomonidan o'sha oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini bandligini ta'minlashga qaratilgan kelajakka qadam dasturi asosida yoshlarni biznes g'oyasidan boshlab to uni moliyalashtirishgacha bo'lgan etaplarda biza bankimiz tomonidan
qo'llab-quvvatlanadi. Har bir oliy ta'lim tashkilotlarida kelajakka qadam markazlari tashkil qilingan. O'sha kelajakka qadam oliy ta'lim tashkilotlari kelajakka qadam markazlarida bankimiz tomonidan xodimlar ajratilgan. Xodimlar borib, har bitta yoshlar bilan individual tartibda ishlab kelmoqda. Toshkent viloyati bo'yicha bankimiz tomonidan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilariga 7 milliardga yaqin kreditlar ajratildi. O'sha yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yarmarkada ham bizni bankimiz to'laqonli ravishda ishtirok etib kelyapti. Yoshlar tomonidan juda ko'p qiziqishlar bildirilyapti. Albatta bugungi tadbirda ham biz yaxshi natijalarga erishishni ko'zlab kelganmiz. O'sha yoshlarni qanday biznes g'oyalari bo'ladigan bo'lsa, bizni bankimiz bu yoshlarni qo'llab-quvvatlashga har doim tayyor. Olmaliq shahrida tashkil etilgan yoshlar mehnat yarmarkasi nafaqat bandlikni ta'minlash, balki yoshlarni kasbiy malaka, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion imkoniyatlar bilan tanishtirishga xizmat qilgan muhim tadbir bo'ldi. Turli sohalardagi korxona va tashkilotlar, o'quv markazlari, banklar va xorijiy ish beruvchilar ishtirokida o'tkazilgan yarmarka yoshlar uchun ish topish, malaka oshirish va iqtisodiy mustaqillikka erishish yo'lida keng imkoniyatlarni taqdim etdi. Shuningdek, rahbar va yoshlar uchrashuvi orqali davlat idoralari va ish beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyati yaratilishi, mavjud muammolarni joyida hal etish va yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash davlatning yoshlar siyosatiga bo'lgan e'tiborini yaqqol namoyon etdi.